Hoş, emsa birinci cümle nima ekan desanglar, Mrs. Smith's kitchen is small. Okay. Ani mi yarki Mrs. Smith bilasizlar. Smith xonim shunami? Smith's ma axir Smith. Bu nima desanglar? Ning. Endi bir şeyga nima desanglar, ning qo'shimcha qo'shildi. Demakki, ustiga cho'q pashtamar qo'yib, asli demakki, Smith xonimning oshxonasi is small. Okay, endi kichik deydi. And Smith xonimning oshxonasi kichik deydi. And Smith xonimning oshxonasi cho'ng deganni deymiz. Sanlar Smith's living room is large. Okay, large. And there is a refrigerator in the kitchen. Xo'sh, endi bugun yip-yangi bir narsa o'rgandik. And there is. Okay, and there is deganimiz bo'lsa. No, bar degan gap. There is bar. Nima? There is a refrigerator. There is a refrigerator deganimiz bir to'nglatqi bor. In the kitchen. Anada oshxonasida. Demak, endi inglizchada bor deganni mush oldiga oldik emas. Demak, bu birlikka there is keladi. Undan keyin there are kelganimi kelar soatlarimizda o'rganamiz. Demak, there is bar. There is a refrigerator in the kitchen. Endi bu yerga birisi yana birisi the. Bu nima desanglar artikellar. Birisi aniqsiz artikel, birisi aniq artikel deymiz. Oldin qadamliq darsimizdan bir qadam so'zlagan savolashlar. Bu aniqsiz artikel nima desanglar, masalan bir. Endi bu yerga to'nglatqi refrigerator deganda dunyoga hamma to'nglatqini ko'rsatmaydi. Hamma to'nglatqini ko'rsatayotgandan keyin hamda bu bizningki da'vat qilamiz shu oshxonaga birlam dunyoga hamma to'nglatqi emas. Shunga oldiga nima desanglar olamiz. Agar men ayni omma saqcho desanglar bu jumla xato. Masalan, there is a refrigerator in the kitchen. Xato. Chunki nima? There is a refrigerator in the kitchen. Ani men yani nima uchun the kitchen deb olamiz? Endi kitchen degan bu dunyoni nurg'unlagan kitchenni basa. Endi o Smith xonimning kitcheni naq shuning ichidagi birisi. Endi shu yo'liqa Smith xonimning deb bir qatim tilg'ab bo'ldi shunami? Mrs. Smith's kitchen. Smith xonimning oshxonasi kitchen deganni bir qatim tilga oldik. Endi ikkinchi qatim yana shuning o'xshash ismlarni tilga olganda texnik bir aniq ko'rsatish uchun the deganni olamiz. The va the kitchen deb oldik. Endi bu yerga the ning ma'nosi eliqi. Eliqi oshxonada bir tal to'nglatqi bor. Endi bu yerga eliqi deganimiz nima desanglar, shu eliqi degani shu Smith xonimning degan gap. Ana bir narsani ikkinchi qadam tilga olganda, yana masalan paranglashayotgan ikki tarafga o'rtaq bo'lgan narsani deganda the-ni olamiz. Adosh yiliq o'g'avli bugun kelibdi qara. Yiliq o'g'avli bugun ko'rdim deb qizlar paranglashib ketdi. Demak, hamda o'sha yiliqi degani hamda shu ikkisiga o'rtaq, ikkisi yiliq bilishadigan, lekin biz bilmaymiz yiliqi desa. Shunami? Demak, the kitchen yiliq oshxona, qaysi oshxona? Smith xonimning oshxonasi. Demak, there is bar dema bir to'nglatqi. Nada? Yiliq oshxona. Okay, in the kitchen. Tushundingmi? Buni texnik tafsir yil to'xtalamiz. Okay, a refrigerator is white. Yiliq to'nglatqi bo'lsa oq. Qas to'nglatqi desa, o'sha Smith xonimning yiliq oshxonasiga yiliq bir to'nglatqi qo'yish, shundami? Demak, there is a refrigerator. The refrigerator yiliq to'nglatqi. Biz A5 tilga oldik-ku, there is a refrigerator. Endi birinchi qadam tilganda o'ralamiz, ikkinchi qadam cho'rasanglar. Masalan, tunuga meva ketib qolgan vaqtimda oldimga bir ishet uchirdi. A dog. Shunaqmi? Birinchi qadam. Eliq ishet yaman satgan jima. Eliq ishet degan the dog. Demak, ham ikkinchi qadam tilganda the eliq ishnami? The refrigerator is white. It is on the right. U bo'lsa on the right. Endi yana mush taraflarga solishlar. Demak, asli buning to'liq shakli right of the kitchen. Shunami? Oshxonaning o'ng tarafi. Endi yiliq o'ng taraf degani, demak, dni aniqlashtirib qo'yishimiz kerak nima desanglar, shu oshxonaning shu yiliqqa ya'ni o'ng tarafi deganni ko'rsatadi. Demak, dni ko'rsatayotgan bu yerga oshxona. Demak, ham shu yiliqqa oshxonaning nima o'ng tarafida. It is on the right. The right. Shunami? Shu ham shu. O'ng taraf. And qaranglar, there is an electric cooker in the kitchen. And oshxonada bir tal elektronlik o'choq bor ekan.
There is an electric cooker. Endi ma tunji qatim til qilyapmiz juna oshxonada bir tal nim bor ekan, endiki için eliq oshxonada bir tal elektronlik o'choq bor ekan. There is. Endi eliq o'choq. Shunami? The cooker, qos cooker, eliq o'choq, qos eliq. The cooker is below. Endi bu eliq o'choq bo'lsa, ko'k ranglik. It is on the left. The left. Eliqi o'ng tarafda. Qos o'ng tarafda, shu eliq oshxonning eliqi o'ng tarafida. Shunga oshxon degan qisqarib ketdi bir qancha tillar. Shunga the left deb qo'ygan. Ma the left ni chuqqasi bo'lamda, bo'lmaydi. Shu aniqlashtirish uchun shu eliqi Simiz xonimning oshxonasining eliq o'ng tarafi bo'lish uchun the left ni olamiz. Jo'nalar, it is on the left. And there is a table in the middle of the room. There is a table. And oshxonaning o'ttirisida bir tal ustal bor. Table deymiz, tamoq yeydigan ustalni table deymiz. Middle of the room. Okay, of the room. Eliq o'yining o'ttirisida shnami? And there is a bottle on the table. And eliq ustal, the table, nima ekan? A bottle. Bir potilka bor ekan. Shnami? Ustalning ustida bir tal nima ekan? Potilka bor ekan. The bottle is empty. And the o'yliq potilka bo'lsa, qanday quruq deydi. The bottle is empty. Okay, the bottle is empty. And the potilka bo'lsa qanday quruq. Quruq. Qaranglar, there is a cup on the table too. Okay. And eliq ustalning ustida yana bir tal nima bor ekan? Stakan bor ekan. Avval bir tal potilka bor shunami? There is a bottle on the table and there is a cup on the table too. And the two deganimiz mo degan gap shu. Ustalning ustida bir tal nima bor ekan? Potilka bor ekan. The cup is clean. Eliq nima? Cup. Cup deganimiz nima? Stakan. Eliq stakan. Xos stakan men avval tilga olgan shu oshxonadagi shu stakan qanday sanal pokiz. Okay. So, question is, Mrs. kitchen very large? No, shnama. And so there is a television in the Mrs. kitchen. Is that right? Oshxonada bir tal televizor bor shunami? Yes ma? No, there is a refrigerator bor shunami? Electric cooker bor, lekin televizor yo'q shunami? And so ma'ni qilib qilganlar, what color is the refrigerator? Okay, what color is the refrigerator? What color? It's white, right? So, next question, what is on the table? Table no sinima? A bottle and a cup. Is the bottle empty? Yeah. Yes, it's empty, right? Is that cup dirty? Stakan main etma? No, it's clean, right? Xo'sh, hamsa, bugun o'rganmoqchi bo'lgan grammatika nuqtamiz nima desanglar? There be jumla shakli. Odatda bu jumla shakli nima desanglar? Ma'lum joyda ma'lum narsaning borligini tushuntirish uchun ishlatiladi. Demakchi, there is yoki there are. Endi buningki birinchi xil shakli there is demakchi BP keladi bu yerga. Endi bu yerga nima desanglar, shayning ismi keladi bundan keyin. Uningki nima desanglar, bor o'rin bildirildi. O'rin bildirdi. Odatda nima desanglar, shay ismining sanig'ini bo'ldigan birlik bo'lsa, izni sanig'ini bo'ldigan ko'plik bo'lsa, are-ni ishlatamiz odatda. Masalan qaranglar. There is a cat in the car. Okay. Mashinada bir tal mushuk bor. Demakanda there is birlik bo'lsa, there is a cat in the car. And keyindikisi o'rinni ko'rsatdi, o'ttirdikisi shu shay narsani ko'rsatdi, beshid nima desanglar bor deb. Ya uyg'ur tilidan sal ta'tum ekan bolalar. Hech qilsa ko'nab qolasizlar. There is a book on a table. Ustalning ustida bir tal kitob bor. Okay. Demak ham demisharki a book deganimiz hamda shu bir tal narsa. Agar u ko'plik bo'lib qolsa, masalan there are two pens near that bag. And then there are two pens, ikki tal qalamlar.
Demakchi ikki tal qalam bor ekan bu yerda. Tushunami? Nara near that bag. Au nimaga yaqin? Sumkaga yaqin. Sumkaga yaqin. Yoki there are some chairs in this room. In his room, sorry. Okay, endi uning uyida bir necha tal o'rindiq bor ekan. Demak endi mushuninki mush qalbini yozib olsanglar bolalar, there be agar sanog'ini bo'lgan birlik bo'lsa, there is ni shiltimiz, sanog'ini bo'lgan ko'plik ko'p qolib qolsa, uningdan andin there are ni shiltimiz. Uningdan shuning asosan shu ismlarninki birlik shakli va ko'plik shakli keladi. Uningdan sanog'ini bo'lmaydigandan narsalar keyin to'xtalamiz. Okay. Anda shu jumlaning oddiy savol shaklini yasash uchun qanday qilmaymiz desanglar, shu BP'ni oldilamay chiqib qo'ysak kifoya. Okay. Masalan qaranglar. Okay. Qarab baqirgan bo'lsak, is there a cat in that car? Okay, shu carniki is there a cat demak is oldilamay chiqib qo'yadi. Is there a book on the table? Stolonster kitob bormi? Are there two pens near that bag? Okay. And are there any chairs in his room? Endi men yerga men some men bir xato bo'lib qopti. Sorry. Endi buni nima dersanglar any bo'lish kerak. Mush ko'plikdan some savol jumla kelganda any bo'lish kerak. Ma'ni kelar soatimizda tafsili to'xtiramiz. Okay. Endi men keyin qisqartirsak yana nima dersanglar jumlaning bo'lishliq shakli hamda bo'lishsiz shakli uchun keyingi notni qasaqlam kifoya. Masalan, there is not a cat in that car. Okay, in the car. Nima dersanglar mashinada nima yo'q, mushuk yo'q. There is not a book on the table. Table ustida kitob yo'q. There are not two pens near that bag. Demakchi hamda shu sumkaga yaqin nima qalam yo'q. And there are not some chairs in his room. Demakchi hamda not any chairs bo'lish kerak. Men inkor bo'lganda, men ishlash jarayonida sal xatolik ko'rilibdi, men PPTda. Shunga shu ko'gichilar bir tuzitib o'qiyotgan bo'lsanglar ayibga buyurmaychimi? Misharki there are not any chairs bo'lish kerak. Tushundingmi? Some chairs bo'lmaydi. Any chairs. Buni akalar qatim ko'pincha ishlatamiz. Endi masalan some bilan any ning farqi nima desanglar, buning ishlatilishi odatda some any ingliz narsalarning aniq sonini bildirmasdan faqat son yoki miqdor jihatdan ko'p ekanligini ifodalaydi. Demakchi, sanog'ini bo'lgan ismlar kelsa bir qancha, bir oz, azroq. Endi sanog'ini bo'lmaydiganlar kelsa shu azroq, biroz degan ma'nosi bor. Masalan bu any'ning savol jumla va inkor jumlada ishlatishimiz qanday desanglar, masalan, are there any ties on the chair? Okay. Endi o'rindiqning ustida bir nechta galaktiklar bormi? Demak, ko'plikninki shunga o'xshash savol jumlalari any keldi. Yoki inkor. No, there aren't any ties on the chair. There aren't any ties on the chair. Masalan, is there any milk in that cup? In the cup? Yoki sanog'ini bo'lmaydiganlarga kelib, bu any. Bir azroq degan gap. Demakchi, stakanda azroq nim bormi? Sut bormi? Is there any milk in the cup? Okay. Andaqda no, there isn't any milk in the cup. Okay, endi stakanda nima desam, sut yo'q. Demakchi, endi bo'lish birga savol jumlaga, birga inkor jumlaga mush any keldi. Birga sanog'ini bo'lgani ko'plikka, sanog'ini bo'lmaydigani o'ziga. And masalan, are there any newspapers on the shelf? And jozining ustida bir nechta gazet bormi? Shunami? No, there aren't any newspapers on the shelf degandek. And the some odatda shu bayon jumla. Okay. Shu bo'lishliq bayon jumlaga qanday desanglar ishlatildi. Masalan, there is some water in the glass. Demakchi, azroq suv bor. There are some cigarettes in the box. And qutuda bir nechta tal. Demak, sanog'ini bo'lganlarning kelsa bir nechta tal bo'ldi, bolalar. Sanog'ini bo'lmaydiganlar kelsa azroq biza. Shunday biza deb qo'ydi, o'rimchida degandek bo'ldi. And there are some books in my bag. Demakchi, endi some. Okay. Masalan, qaranglar, yana birga shu savol jumlaga javob berishda ishlatildi. Masalan, is there any milk in the cup? Yes, there is. Yoki there is some. Shunami? Okay. Are there any ties on the chair? Yes, there are. There are some. Degandek.
Xo'sh, hamsa, savatdoshlar. Bugungi darsimiz mushagicha bo'lsin. Sizlar mush mashq darsiga mashqni ishlab, vahshiy ishlab o'tinglar. Ishlab tushunmagan yeringlar bo'lsa bizning yapniki ovozliq un qaytarish ixtiyori bor. Shu yerdan qaytarsanglar. Bo'ldi. Hamsa bugungi darsimiz mushagicha bo'lsin. See you next time. Goodbye.